quloqdagi birka nomeriga e'tibor beramiz. DK. Bu degani Daniya davlatidan keltirilgan Golsteyn parodali sigir degani. Golsteyn parodali sigirlarning 4 xil varianti chiqyapti. Xitoyniki, Rossiyaniki, Daniyaniki va Germaniyaniki. Endi bularning ichidan qaysi biri boqishga qulay deganlar uchun Rossiyadan keltirilgan Golsteyn mollar O'zbekiston sharoitiga yaxshi moslashyapti. Immuniteti yuqori bo'lib turib, har xil kasalliklarga chidamli bo'lyapti. Hozirda Yevropa davlatlaridan, Rossiyadan shunaqangi nasldor mollarni O'zbekistonga olib kelishni yo'lga qo'yganmiz. Shu kelyapti turgan haftada o'zbekistonlik fermerlar bilan birgalikda Rossiyaga uchib ketilyapti. U yerda mollarni tanlanadi, ko'riladi, yo'qsa shartnoma qilinadi. Chetdan mol olib kelmoqchi bo'lib turgan fermer akalarimiz uchun zo'r imkoniyat bo'lyapti. O'zini olib boramiz, mollarni ko'radi, tanlaydi, yo'qsa shartnoma qiladi. Mollarni shartnoma qilishiga, dokumentlariga, hujjatlariga, har xil subsidiya, kreditlarigacha yordam beramiz. Yevropadan turib yoki Rossiyadan turib fermasigacha molni olib kelishigacha yordam beramiz. Rossiyadan keladigan mollar Golsteyn Fries toza qonlisi bo'ladi. 3 oylikdan 6 oylikgacha bo'g'oz, tirik vesi 600 kilo plus-minus atrofida bo'ladi. 8 silinda urug' bilan urug'lantirilgan, ya'ni qornidagi xomlasi 80-90% da xunojin tug'iladigan varianti bo'ladi. Rossiyadan yoki Yevropadan mol olib kelmoqchi bo'lib turgan fermer akalarimiz bizga aloqaga chiqsa, yana batafsil ma'lumot beramiz. Shu kelyapti turgan 26-27 avgust kunlari o'zbekistonlik fermerlar bilan birgalikda Rossiya davlatiga chiqib ketyapmiz. Aloqaga chiqsa yana batafsil ma'lumotni beramiz.